Klassika Fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva. Yangi Fanta Duchess. Fanta uslubidagi Duchessni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? iShow Speed haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. To'liq qismi Darren Jason 2005-yil 21-yanvarda tug'ilgan. Ohio shtatida tug'ilgan. Bo'yi 1.75 cm, vazni 65 kg. Hozirda 20 yoshda. Singlisi va ukasi bor. YouTube kanalini 2016-yilda ochgan. 2017-yilda Fortnite va NBA o'yinlarini o'ynagan. 2019-yildan boshlab streamlar qilib boshlagan. Maksimal 2 kishigina streamini ko'rgan. Birinchi videosi NBA haqida bo'lgan. Hozirda Xitoyda videolar ishlayapti. Xitoyda kung-funi o'rganmoqda. Orqaga salto ochishni biladi. KFC'ni yaxshi ko'radi. 2024-yilning yil streameri deb topilgan. Oltin to'p marosimiga ham qatnashgan. iShow Speed TikTok orqali mashhurlikka erishgan. Yurib kelayotgan ikkita mashinaning ustidan sakragan. Kotaku o'yin sayti Speedni maqtagan. Speed Talking Ben o'yini orqali ko'tarilgan va buning natijasida Talking Ben o'yini top chartga chiqqan. TikTokdagi mem videolari juda mashhur bo'lib ketgan. Hozirda YouTube'da 40 millionga yaqin obunachisi bor va deyarli 3 milliard ko'rishlar soniga ega. iShow Speed Twitch'da ban olgan. Xonasini yondirib yuborishga sal qolgan. 2022-yil avgust oyida Speedni qamashgan va Edin Ross zalog berib, uni qamoqdan chiqargan. 2022-yil avgust oyida obunachilar uni testdan o'tayotganida aldashgan. iShow Speed deyarli barcha futbol yulduzlari bilan ko'rishgan. iShow Speed One Piece animesi muxlisi. Robloxda $120,000 shlyapa sotib olgan. iShow Speedning shaxsiy do'koni bor. Speed qo'shiqlar ham yozgan. Birinchi qo'shig'i Dati Bati bo'lgan. Ushbu qo'shiq juda mashhurlikka erishgan. Vakin Shake nomli qo'shig'ini chiqargan. Bu qo'shig'i YouTube kanalidagi eng ko'p ko'rilgan videosi bo'lgan. Hozirda u videosi 200 milliondan ko'p ko'rilgan. 2022-yil iyun oyida Ronaldo haqida qo'shiq chiqargan. Noyabr oyida esa World Cup qo'shig'ini ham chiqargan. 2021-yilda Dating showsida qatnashgan va Ashkesh Instagram modeli bilan urushib ketgan. Sideman futbol matchida o'ynagan. O'sha o'yinda bitta gol urgan, lekin ofsaydligi uchun bekor qilingan va Speed hakamni futbolkasi bilan urib ketgan. 2022-yil noyabrda Lil Nas X bilan stream qilgan. Dekabrda esa Streamy Awards mukofotini olgan. iShow Speed burniga piercing qo'ymoqchi bo'lgan. iShow Speedni Valorant o'ynagan eski videolari tarqalib ketgan. Ushbu videosida u bir qizni so'kkan va shu sababli Twitch'dan ban olgan. iShow Speed Ronaldoning muxlisi. Brandley iShow Speedga donat qilgan va qaysi komandaga muxlislik qilishini so'ragan va u Ronaldo deb javob bergan. Cristiano Ronaldo, Sui. iShow Speed Portugaliya va Marokash o'yinida qatnashgan. Portugaliya yutqazgani uchun yig'lagan. Bir streamida Rafael Leao'dan Ronaldo meni taniydimi deb so'ragan va ha javobini olgan. iShow Speed Ronaldo tatusini chizdirgan. Leo bilan ko'rishgan va u Ronaldo bilan ko'rishishiga yordam bergan va Speed Ronaldo bilan va nihoyat ko'rishgan. Ronaldo bilan birga rasmga tushgan va birga mashhur o'sha jestini qilishgan. Ronaldo bilan tushgan posti 15 milliondan ko'proq like yig'gan. Instagramida 35 millionga yaqin obunachi yig'ilgan va 52 ta post joylagan. Profiliga hech qanday rasm qo'ymagan. Instagram opisaniyasida Ronaldo va One Piece'ni belgilab qo'ygan. iShow Speed ukasidan Messi yoki Ronaldo deb so'ragan. Ukasi Messi deb javob bergani uchun sochini olib tashlagan. iShow Speed Neymar bilan ham ko'rishgan va birga TikTok olishgan. Neymar bilan posti 8 million like yiqqan. iShow Speed Mr Beast videosiga tushgan. Kanaldagi eng mashhur streami Jahon chempionati finali bo'lgan. Unda 17 milliondan ko'p ko'rishlar soni mavjud va 500 mingdan ortiq like yig'gan. iShow Speed har million obunachi yiqqanida buni nishonlaydi. Maktabdan diplom olayotgani haqida ham stream qilgan va salto ham otib bergan. iShow Speed Ren bilan sevishgan. iShow Speed Kaysenat bilan yaqin do'st. iShow Speed o'z streamida hamma challenge'larni qilib ko'rgan. Masalan, 15 minut stakanni labiga qo'yib turgan. Dunyodagi eng achchiq chipsni yeb ko'rgan. Ustiga sovuq suv quyish challenge-ni ham qilib ko'rgan. Dunyodagi eng achchiq yong'oqni ham yeb ko'rgan. iShow Speed militsiyaga telefon qilib, men o'lyapman deb yolg'on xabar bergan. Speed maktabda basketbolchi bo'lgan. iShow Speed
Speed o'zining shaxsiy o'yiniga ega. iShowSpeed Drake bilan Instagramda stream qilishgan. iShowSpeed oyiga $100,000 dan ko'p daromad qiladi. Sochimni oldirdim deb obunachilarni aldagan. About iShowSpeed Turkiya va Suriyaga $50,000 xayriya qilgan. iShowSpeed Manchester Unitedning muxlisi Real Madrid o'yinchilari bilan rasmga tushgan. WWE ga qatnashgan. Flash super qahramonni yaxshi ko'radi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.